Agar sizda quyidagilar kuzatilsa, son tashqi yuzasida og'riqlar, chov sohasiga berishi, og'riqlar tizza bo'g'imiga yo bo'lmasa dumba bo'ylab oyoqga pastga berishi, yonboshlab yotganingizda og'riqlar bo'lsa, og'riq qoldiradigan tabletkalar yordam bermayotgan bo'lsa, bu hollarda deyarli aniqki siz quyidagi tashxislar bilan davolanib kelgansiz. Artroz, osteoxondroz, o'tirg'ich nervini siqilishi, ya'ni седалищный nerv siqilishi. Men 15 yildan beri bel va bo'g'imdagi og'riqlar bilan bog'liq muammolar bilan shug'ullanib kelaman va ochiq aytsam, ko'p holatlarda bu artroz emas va nerv bilan bog'liq kasalliklar ham emas. Bugun biz siz bilan sondagi, dumba sohasidagi va oyoqlardagi og'riqlarni nima sababdan bo'lishini ko'rib o'tamiz. Eng ko'p uchraydigan 6 ta sababini ko'rib o'tamiz va siz bilan bu masalalarni sodda, oddiy tilda ko'rib o'tamiz. Va eng muhimi bu og'riqlarni vaqtincha yo'qotish emas, to'liq va butkul davolashini ko'rib o'tamiz. Nega har doim sondagi og'riqlar bu artroz emas? Chanoq son bo'g'imi normada siz o'ylagandan juda ichkarida joylashgan bo'lib, 35-40 yoshdagi bemorlarda sninkalarda yoshga yarasha o'zgarishlar kuzatiladi. Lekin bu degani og'riqlar har doim chanoq son bo'g'imini hisobiga bo'lyapti degani emas. Ko'pincha bular mushaklarning hisobiga, boylamlarning hisobiga, bo'g'im tarangligi hisobiga, fatsiyalar va hatto biomexanika hisobiga, ya'ni yurish hisobiga bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun to'g'ri tashxis bu doim rentgen, MRT yo MCKT emas. Bu klinik ko'rik, testlar, palpatsiyalar va bemorning biomexanikasini baholash bilan iborat. Son va dumba sohasidagi og'riqlarni 6 ta sababini ko'rib o'tamiz. Birinchisi ko'p uchraydigani trixanterit, ya'ni og'riqlar son sohasida tashqi yuzasi bo'ylab tizzaga berish bilan kuzatiladi. Bemor ko'rinishi, yon tomondagi og'riq, bemor yon boshlab yota olmaydi, uxlaganda, o'girilganda og'riqlar kuchayishi va nina sanchilganda og'riqlar berishi bilan kuzatiladi. Nega bunday bo'ladi? Anatomiyadan dumba mushaklari katta ko'st, ya'ni trixanterga kelib birikadi va birikkan joyida yallig'lanish hosil bo'lgan hisobiga og'riqlar kuzatiladi. Buni asosiy sabablari bemorda qaddi qomatining buzilishi, muskullarga ortiqcha zo'riqish berish, plastikostopiya, ya'ni yassi oyoqlik va boshqa sabablar bo'la oladi. Muhim joyi, bu yerda og'riq qoldiruvchi tabletkalar ish bermaydi. Shuning uchun bemorlar uzoq vaqt og'riq qoldiruvchi ichishadi, lekin og'riqlar yillar davomida kechmaydi. Bu holatlarda nima yordam beradi? Lokal inyeksiyalar, udarno-volnovaya terapiya, chanoq va son mushaklarining mashqlari, yassi oyoqlikni korreksiya qilish, ba'zida esa uy sharoitida bel sohasiga oddiy valik qo'yib yotish ham yordam beradi. Ikkinchisi son rotatorlar sindromi. Dumba sohasi va son tashqi yuzasi bo'ylab beriladigan og'riqlar. Bemor ko'rinishi, uzoq turish yoki o'tirish qiyin, qisqa sayrdan keyin yengillashadi, uzoq sayrdan keyin og'riqlar kuchayadi. Tungi vaqtda o'girilganda og'riqlar kuchayishi, bu ko'p holatlarda dumba mushaklarini birikish joyini yallig'lanishida kuzatiladi. Buning asosiy sabablari noto'g'ri yurish, dumba mushaklarining zaifligi, yassi oyoqlik va ortiqcha vazn. Davolash 90% holatlarda bu reabilitatsiya, ya'ni LFK mashqlari, mushaklarning tarangligini oshirish, yurishni korreksiya qilish va keyingina fizioterapiya va lokal davolashlarga o'tish mumkin. Uchinchisi sindrom приводящих мышц, ya'ni yaqinlashtiruvchi mushaklar sindromi deyiladi. Bu asosan chov sohasida va sonni ichki yuzasidagi og'riqlar bilan kuzatiladi. Bu holda bemor ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni bemorda chov sohasida son suyagini ichki yuzasi bo'ylab og'riqlar kuzatiladi. Og'riqlar sakraganda, yugurganda, egilganda kuchayishi mumkin. Bu holat mushaklarning qo'v sohasiga kelib birikkan joyda yallig'lanishi bilan kuzatiladi. Buning asosiy sabablari mushaklarni tayyor emasligi, ya'ni tayyor bo'lmagan mushaklar bilan risk yugurib ketish, sakrash, futbol o'ynash, ya'ni bu mushaklarga birdaniga kuchli yuklama berish bilan kuzatiladi. Bu holatlarda nima yordam beradi? Ma'lum bir sportdan oldin mushaklarni qizdirish, rastyashka qilish, cho'zish, undan so'ra sport bilan shug'ullanish kerak bo'ladi va mushaklarni mustahkamlash. 4-holat sindrom grushovidniy mышцы deymiz, ya'ni noksimon mushak sindromi.
Bunda bemorlarda psevdosedalishniy og'riq bo'ladi. Bemor ko'rinishi dumba sohasida og'riqlar kuchayishi, og'riqlar orqa yuzasi bo'ylab oyoq uchigacha berishi, oyoqda uvishishlar, muzlashlar, egilganda og'riqlar kuchayishi va mushak spazmi bilan kechadi. Ya'ni aneminiya va oyoqda sovuq hissi kuchayishi mumkin. Bu holat noqsimon mushakning tarangligi oshishi va o'tirg'ich nervi, ya'ni sedalishniy nervi siqilishi bilan kuzatiladi. Davolashga nimalar kiradi? Yallig'lanishni kamaytirish, ya'ni yallig'lanishga qarshi preparatlar shifokor tavsiyasi bilan qo'llaniladi. Udarno-volновая terapiya, iglo-ukалывание, massaj, LFK, qaddi-qomatni tiklash va to'g'ri turmush tarzi kiradi. 5-holatimizda impingement sindrom, chov sohasidagi og'riqlar va erta artroz. Bemor ko'rinishi chov sohasidagi og'riqlar harakat vaqtida kuchayishi, ayniqsa yugurganda, sakraganda, uzoq vaqt bir xil holatda o'tirganda va keskin harakatlarda og'riq kuchayishi bilan kuzatiladi. Bu holat nimani hisobiga bo'ladi? Ya'ni son suyagi boshchasi chanoq kosasiga ishqalanishi oqibatida bu og'riqlar, shikoyatlar kelib chiqadi. Bu holatlar bora tog'aylarni yemiradi, yo'lda astafitlar hosil qiladi va erta artrozga olib kelishi mumkin. Buni asosiy sabablari tug'ma displaziya holatlarida, travma oqibatlarida, ba'zi bir sportlar oqibatida, futbol, raqs, kuchli jismoniy yuklamalar ta'sirida hosil bo'lishi mumkin. Tashxis, diagnostika shifokor tarafidan qo'yiladi. Bu maxsus rentgen, MRT va test yordamida bajariladi. Davolash quyidagi etaplarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, bo'g'imga bo'layotgan zo'riqishni olish, ya'ni yuklamalarni olib tashlash, son va dumba mushaklarini mustahkamlash, to'g'ri yurishni to'g'rilash, korreksiya qilish. Yordam bermagan holatlarda artroskopiya amaliyoti qo'llaniladi. Bunda astafitlarni olib tashlab, bo'g'im yuzalari tozalanadi. Bu esa erta artrozni oldini olishga yordam beradi. 6-si, hozirgi kunda ko'p uchrayotgan holatlardan biri aseptik nekroz, ya'ni son suyagini boshchasini aseptik nekrozi. Bu eng xavfli sabablardan biri hisoblanadi. Bunda bemor ko'rinishi chov sohasida og'riqlar ba'zan bo'lib o'tib ketishi, bora bemorni cho'loqlanishi va og'riqlar kuchayishiga olib kelishi, keyinchalik cho'loqlanish harakat cheklanishiga olib kelishi. Kasallikning asosiy sababi son suyagi boshchasini qon bilan ta'minlanishini buzilishi va buning oqibatida son suyagi boshchasi ozuqa bilan ta'minlanmaydi va suyakning ayrim qismlari o'la boshlaydi, ya'ni chiriy boshlaydi. Buning asosiy va ko'p uchraydigan sabablari gormonal preparatlarni uzoq vaqt qabul qilish, alkogol chekish, har xil travmalar, qon kasalliklari va nur terapiyasi olgan bemorlarda kuzatiladi. Hozirgi kunda diagnostikaning oltin standarti MRT tekshiruvi hisoblanadi. Chunki rentgen tekshiruvlarida erta bosqichlarda nekroz ko'rinmaydi. Bu holatlarda davolash quyidagicha: sabablarni bartaraf etish, gormonal preparatlar, yomon odatlardan ichish-chakishdan xalos bo'lish, yuklamalarni kamaytirish, shifokor tavsiyasi bilan gemodinamikani, ya'ni qon aylanishini, qon tomirlarini, preparatlarini olish, juda kech bosqichlarda endoprotezlash amaliyotini bajarish. Xulosa qilib aytganda, bel sohasidagi og'riqlar, chov sohasidagi og'riqlar, songa beradigan va butun oyoqqa beradigan og'riqlarning sabablari bir nechta bo'lishi mumkin. U sabablarni imminni qayerdan bu og'riqlar kelyapti? Ya'ni qayerdan bu og'riqlar kelyapti? Beldanmi, mushaklardanmi, nervdanmi, paylardanmi, yo qon tomirdanmi? Uni aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yish faqat mutaxassis ko'rigi bilan bo'ladi. Agar sizni yaqinlaringizda bunday holatlar kuzatilsa, avvalambor mutaxassis ko'rigidan o'tishingizni tavsiya beramiz. O'z vaqtida mutaxassisga murojaat qilmasangiz, bu holatlar zo'rayib ketib, amaliyotgacha borish ehtimoli bor, ya'ni operatsiyagacha. Agar o'tkazib yuborilsa, bu holatlar nogironlikkacha olib kelishi mumkin.